Assalomu alaykum Abdulaziz usta kuzatuvchilari. Mana yana bitta taraf fasondagi darvozamiz tayyor bo'ldi. Buni olishga holatda. Bu darvozamizda yondorlari yo'q. Bu kaltga holati. Bu skronli fasonga, haligi boshqa narsaga qiziqmas ekanlar egalari. Oddiy bo'lsin, skronli holatda bo'lsin deganlar uchun oddiy holatda yasalgan. Mana kraska holatlari ham tayyor. Xolasa mana tayyorlab qo'yganmiz. Oldin ichida bilsalaring taraf 3 qator 2 tortilgan bo'lardi. Hozir bunda yo'qligini hisobga o'sha egalari qo'ymaylar deyishadi. Biz ko'nib ketarkan deb qo'ymadik. Buni yondolari yo'q, yondolari o'zida uyda qolgan, tayyorlab qo'yilgan. Bu kraska tayyorlangan jarayoni. Burgun tashadik. Haligi nima fasonimiz mana xudo xolasa bu ham tayyorlab bo'ldik, nochkalarni. Mana endi buni garajga tayyorlaganmiz. Kraskalar tayyor bo'lgan. Xudo xolasa bugun erta o'rnatib beramiz. Tayyorlab qo'ygan xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin.